AQSh Eron portlaridan chiqayotgan 23 ta savdo kemasini qo'lga oldi. Eron bir kunda AQSh va Isroil bilan aloqada bo'lganlikda gumon qilinib, 69 kishini hibsga oldi. Rossiya va Hindiston o'rtasida yangi harbiy kelishuv kuchga kirdi. Shimoliy Koreya dengiz tomon ballistik raketalar uchirdi. Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Eron harbiylari Hormuzdan o'tayotgan tankerga o't ochdi. Eron Hormuz bo'g'ozini yopib qo'ydi. AQSh Eronga qarshi harbiy dengiz operatsiyasini kengaytirmoqchi. Livanda BMT askarlari hujumga uchradi. Qurbon bor. Eron boyitilgan uranni AQShga bermaydi. Bagai. Eng yaxshi bobo. Trump noodatiy video e'lon qildi. Isroil xavfsizlik ortidan emas, hudud ortidan quvmoqda. Fidan. Aziz do'stlar, quyida shu haqda videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Hormuz bo'g'ozi blokadasi boshlanganidan beri AQSh dengiz floti Eron portlaridan ketayotgan 23 ta savdo kemasini hibsga oldi. Bu haqda Yaqin Sharqdagi AQSh markaziy qo'mondonligi CENTCOM ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, ushbu kemalarning barchasi AQSh kuchlaridan buyruq olgandan keyin orqaga qaytishga majbur bo'lgan. Blokada boshlanganidan beri 23 ta kema AQSh buyruqlariga bo'ysunib qaytib keldi, deyiladi bayonotda. Pentagon AQSh harbiy xizmatchilari shu paytgacha ushbu kemalarga chiqmaganini aniqladi. Ayni paytda The Wall Street Journal gazetasi AQSh rasmiylariga tayanib, Hormuz bo'g'ozidagi blokada operatsiyalarida ishtirok etgan AQSh dengiz floti kemalarining hujum bo'linmalari Eron bilan bog'liq neft tankerlariga chiqishga va ehtimol ularni musodara qilishga tayyorlanayotganini xabar qildi. Eronda bir kunda AQSh va Isroil bilan aloqada gumon qilingan 69 kishi hibsga olindi. ISNA agentligiga tayanib xabar berishicha, hibsga olinganlar orasida jurnalistlar ham bor. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, shaxslar nozik joylar haqida ma'lumot uzatishni, shuningdek sabotaj harakatlarini amalga oshirishni niyat qilganlikda gumon qilingan. Hibsga olinganlardan o'qotar qurollar, tig'li qurollar va aloqa uskunalari topilib musodara qilindi. Rossiya va Hindiston o'rtasida yangi harbiy kelishuv kuchga kirdi. Hujjat matni Rossiyaning rasmiy qonun hujjatlari portalida e'lon qilindi. Mazkur kelishuvga ko'ra, Rossiya va Hindiston bir-birining hududiga 3000 nafargacha askar, 10 ta harbiy samolyot va 5 ta harbiy kema yuborishi mumkin. Bu ikki davlat o'rtasidagi harbiy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan bitim doirasida amalga oshiriladi. Ushbu kuchlar qo'shma harbiy mashg'ulotlar, o'quv yig'inlari, gumanitar yordam ko'rsatish hamda tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etish kabi vazifalar uchun yuboriladi. Harbiy samolyotlar va kemalarning kirib kelishi diplomatik kanallar orqali oldindan xabardor qilish tartibiga asoslanadi. Samolyotlar kamida 14 kun oldin, kemalar esa belgilangan tartibda portga kirishdan oldin ogohlantirilishi kerak. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bu hujjat ikki davlat o'rtasidagi harbiy hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga xizmat qilishini bildirgan. Shimoliy Koreya 19-aprel kuni o'zining sharqiy qirg'oqlaridan dengiz tomon bir nechta ballistik raketalar uchirdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Bu Shimoliy Koreyaning 2026-yilda 7-aprel oyida esa 4-ballistik raketa uchirish holati hisoblanadi. AQSh Eronga e'tibor qaratayotgan bir paytda Shimoliy Koreya buni o'zining yadroviy va raketa salohiyatini oshirish uchun oltin vaqt deb biladi, dedi Kyungnam universiteti professori Lim Uel-chul. Holat yuzasidan Janubiy Koreya prezidenti idorasi xavfsizlik bo'yicha favqulodda yig'ilish o'tkazgan. Bunday sinovlar BMT Xavfsizlik kengashining Shimoliy Koreya raketa dasturiga qarshi rezolyutsiyalarni buzadi. Pxenyan esa ushbu taqiqlarni rad etib, sinovlarni o'zining suveren mudofaa huquqi deb atamoqda. Raketalar Shimoliy Koreyaning sharqiy qirg'og'idagi Sinpo shahri yaqinidan ertalab soat 6:10 atrofida uchirilgan, deyiladi Janubiy Koreya harbiylari bayonotida. Yaponiya hukumati raketalar Koreya yarim orolining sharqiy qirg'og'i yaqiniga qulab tushganini taxmin qilmoqda. Uchirishlar Xitoy va AQSh may oyi o'rtalarida bo'lib o'tadigan sammitga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda amalga oshirildi. Sammitda AQSh prezidenti Donald Trump va Xitoy raisi Si Zinpin Shimoliy Koreya masalasini muhokama qilishi kutilmoqda. Shimoliy Koreya yadroviy qurol ishlab chiqarish qobiliyatida juda jiddiy yutuqlarga erishdi. Ehtimol bu yutuqqa yangi uranni boyitish inshooti qo'shilgan, dedi 15-aprel kuni Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Rafael Grossi. Eron harbiylari 18-aprel kuni Hormuz bo'g'ozidan o'tayotgan tanker va konteyner kemasini o'qqa tutdi. Bu haqda Euronews xabar berdi. Buyuk Britaniyaning dengiz savdo operatsiyalari boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, Hindiston bayrog'i ostidagi VLCC tankeri Eronning ikkita artilleriya kemasi tomonidan o'qqa tutilgan. Kemalar o'rtasida radio aloqa o'rnatilmagan. Hodisa Ummondan taxminan 37 kilometr shimoli-sharqda sodir bo'lgan. Hozirda ekipaj va kemaning o'zi xavfsiz holatda. Ma'lumotlarga ko'ra, gap Sanmar Herald super tankeri haqida ketmoqda. U o'qqa tutilganidan so'ng ortga burilib, Fors ko'rfaziga qaytgan. Tanker o'z nomini o'zgartirgan va hozirda Indian Ship Indian Crew Hind kemasi Hind ekipaji deb nomlanadi, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, konteyner kemasi ham hujumga uchragan. U ham Hindiston bayrog'i ostida harakatlangan. Kema noma'lum snaryad bilan nishonga uringan. Oqibatda ba'zi konteynerlarga shikast yetgan. Kecha Eron AQSh tomonidan davom etayotgan dengiz blokadasi sabab Hormuz bo'g'ozi yana yopilganini ma'lum qildi. Bu haqda IRNA xabar berdi.
Ma'lum qilinishicha, Eronning Xotim al-Anbiyo markaziy qo'mondonligi rasmiy vakili AQShning dengizdagi harakatlari davom etayotgani sabab bo'g'oz yana yopilganini bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, Eron ilgari erishilgan kelishuvlarga amal qilgan holda va halol yondashuv asosida Hormuz bo'g'ozi orqali cheklangan miqdordagi neft va savdo kemalarining nazorat ostida o'tishiga ruxsat bergan. Biroq AQSh yana xiyonatkorlik ko'rsatib, blokada niqobi ostida dengizdagi noqonuniy harakatlarni davom ettirmoqda. Shu sababli Hormuz bo'g'ozi ustidan nazorat yana avvalgi qat'iy holatga qaytarilgan va bu muhim strategik suv yo'li Eron qurolli kuchlari tomonidan qattiq nazorat ostiga olingan. Shuningdek, qo'mondonlik vakilining ta'kidlashicha, AQSh Eron tomon yo'l olgan va Erondan chiqayotgan barcha kemalar uchun to'liq erkin harakatlanishni tiklamaguncha Hormuz bo'g'ozidagi vaziyat o'zgarmaydi va qat'iy nazorat saqlanib qoladi. Eslatib o'tamiz, bundan 2 kun oldin Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi Hormuz bo'g'ozi tijorat kemalari uchun ochilganini ma'lum qilgandi. Shundan so'ng AQSh prezidenti Donald Tramp Eron tomoniga minnatdorlik bildirib, post e'lon qilgan. Biroq o'sha kunning o'zida AQSh prezidenti AQSh Eron portlariga nisbatan dengiz blokadasini Hormuz bo'g'ozi ochilganiga qaramay davom ettirishini ham bildirgan. Washington Yaqin Sharqdan tashqaridagi xalqaro suvlarda Tehronga aloqador kemalarni qo'lga olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Amerika mulozimlariga tayanib The Wall Street Journal gazetasi xabar berdi. Yaqin kunlarda Amerika harbiylari Eronga aloqador neft tankerlari portiga chiqishga va xalqaro suvlardagi tijorat kemalarini qo'lga olishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Shu tariqa o'z harbiy dengiz operatsiyasini Yaqin Sharq hududidan tashqariga kengaytirmoqda, deyiladi xabarda. Nashrning qayd etishicha, Washingtonning Tehronga iqtisodiy bosimni kuchaytirish qarori Islom Respublikasini Hormuz bo'g'ozini qayta ochishga va tomonlar o'rtasidagi muzokaralar mavzusi bo'lgan yadroviy dastur bo'yicha yon berishga majbur qilishga qaratilgan. Livan janubida BMTning muvaqqat kuchlari patruli hujumga uchradi. Oqibatda bir nafar askar og'ir jarohat tufayli halok bo'ldi. Yana 3 kishi tan jarohati oldi. Bu haqda missiya qo'mondonligi xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea Ganduriya aholi punkti yaqinida sodir bo'lgan. U yerda patrul minalardan tozalash va missiya pozitsiyalari o'rtasidagi aloqani tiklash ishlarini olib borayotgan bo'lgan. Noma'lum shaxslar patrulga qarata o't ochgan. Oqibatda bir nafar tinchlikparvar halok bo'lgan. Yana 3 nafari yaralangan. Jarohatlanganlardan 2 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. UNIFIL tinchlikparvarlik missiyasi ushbu fojiali hodisa holatlarini aniqlash maqsadida tergov boshladi. Dastlabki baholashlar shuni ko'rsatmoqdaki, o'q uzish nodavlat subyektlar tomonidan amalga oshirilgan, deyiladi bayonotda. Eron o'zining boyitilgan uranini AQShga topshirish masalasini hech qachon muhokama qilmagan. Bu haqda mamlakat tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Ismoil Bagayi televideniya orqali qilgan chiqishida so'z ochdi. U bunday variant ko'rib chiqilmayotganini ta'kidlagan. Boyitilgan uran biz uchun Eron tuprog'i kabi muqaddasdir va hech qayerga, hech qanday sharoitda topshirilmaydi, deydi Bagayi. Shu tariqa u AQSh prezidenti Donald Trampning Eron bombardimonlar paytida zarar ko'rgan Isfahon, Natanz va Fordo obyektlaridagi boyitilgan uranni amerikaliklarga topshirishga rozi bo'lgani haqidagi iddaosini rad etdi. Oq uy rahbari materiallarni vayronalar ostidan ekskavatorlar bilan qazib olib, AQShga olib chiqib ketishni, buning evaziga esa Tehron hech qanday pul olmasligini aytgan edi. Bagayi shuningdek ommaviy axborot vositalarida Eronning uranni boyitishni to'xtatishga tayyorligi haqidagi xabarlar muzokarachilarga nisbatan media bosimning bir qismi ekanini, biroq Tehron bu masalada o'z tamoyillariga amal qilishda davom etishini ta'kidlagan. Aprel oyi boshida AQSh Eronga urushni tugatish bo'yicha 15 banddan iborat rejani taqdim etgandi. U Natanz, Isfahon va Fordodagi yadroviy obyektlarni demontaj qilishni, shuningdek 60% gacha boyitilgan taxminan 450 kilogramm uranni Xalqaro atom energiyasi agentligiga topshirishni o'z ichiga olgan. Xuddi shu takliflar 12 aprel kuni Pokistonda ikki davlat o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarda ham muhokama qilingan. AQSh prezidenti Donald Tramp o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida oilaviy arxiv va ommaviy chiqishlar kadrlaridan yig'ilgan 2 daqiqalik videoni joylashtirdi. Ushbu lavhalarda Oq uy rahbarining nabiralari bilan qanday vaqt o'tkazishi tasvirlangan. Xususan, videoda Trampning nabirasi bilan to'p o'ynayotgani, boshqa bir nabirasini pianino chalishini kuzatib turganini ko'rish mumkin. Bundan tashqari prezidentning nabirasi uni quvonch bilan kutib olayotgan kadrlar ham ko'rsatilgan. Videoda shuningdek kichik Donald Trampning qizi Kay Trampning nutqidan parcha keltirilgan. Unda Kay bobosi doimo uning maktabdagi muvaffaqiyatlari bilan qiziqib kelganini so'zlab beradi. Video 9000 tadan ortiq repost yig'gan. Donald Tramp ba'zi reaksiyalar bilan o'zi ham bo'lishgan. Masalan, u o'z lentasiga bitta sharhni repost qilgan. Nafaqat prezident, Tramp eng yaxshi bobo, deyiladi unda. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Isroilning harakatlari xavfsizlik uchun emas, balki hudud uchun qilinayotganini aytdi. Bu haqda 18 aprel kuni Antaliya diplomatik forumidagi ma'ruzasida so'z ochdi. Fidan bugungi davrda diplomatiya har qachongidan ham muhim va unga ehtiyoj yanada ortayotganini ta'kidlagan. Biz endi xalqaro tizimda milliy davlatlarning ahamiyati tobora oshib borayotganini ko'ryapmiz. Shu jihatdan davlatlar uchun diplomatiya yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Agar biz odatdagidek tizim o'z yo'lida ketadi deb kutaversak,
Avval urushni, keyin esa vayronagarchilikni ko'ramiz. Isroil o'z xavfsizligi ortidan quvayotgani yo'q, balki ko'proq hudud ortidan quvmoqda, deydi Xokon Fidan. Shuningdek, u vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan jihat sifatida Isroil Yevropa va AQShdan juda katta qo'llab-quvvatlab olayotganini aytgan. Mintaqa davlatlari esa yangi uyg'onish davrining boshida turibdi. Ular Isroil mintaqaviy tahdid ekanini ayblab etmoqda. Yevropa ittifoqi esa institutsional tarzda birlashib, o'z kuchidan foydalanib, Isroil faoliyatini cheklash borasida qat'iy pozitsiya namoyish etmayapti, deydi u. Bundan tashqari Fidan AQShni tanqid ostiga olgan. Ma'ruzasida u Ikkinchi jahon urushidan keyin AQSh yangi dunyo tartibining yetakchisiga aylanganini, ammo keyingi davrda bu yangi tizimning yaratuvchisi o'zi yaratgan tizimga mos kelmay qolganini ta'kidlab o'tgan. AQSh Isroil harbiy operatsiyasining faol bosqichida AQSh prezidenti Donald Tramp Amerika qo'shinlari orasida katta yo'qotishlardan qo'rqib, Eronning Xark orolini egallab olish g'oyasini qo'llab-quvvatlamadi. The Wall Street Journal manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSh prezidentiga orolga qo'nish operatsiyasi muvaffaqiyatli bo'lishi mumkinligi haqida xabar berilgan. Biroq Tramp agar bunday ssenariy amalga oshsa, AQSh harbiylari zaif bo'lib qoladi va uning fikricha, qabul qilib bo'lmaydigan darajada katta yo'qotishlarga duch kelishi mumkinligiga ishongan. Gazeta Xark oroli strategik ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi, chunki u yerda Eronning asosiy neft terminallari joylashgan. Ilgari Tramp Tehronga qarshi bir necha bor qattiq bayonotlar bergan, jumladan orolni egallab olish bilan tahdid qilgan. 2023 yil oktyabr oyidagi eskalatsiya boshidan 2025 yil dekabrga qadar G'azo sektorida har kuni taxminan 50 nafar ayol va qiz bola halok bo'lgan. Bu haqda 18 aprel kuni Jenevadagi brifingda BMTning gender tenglik masalalari bo'yicha tuzilmasi rasmiy vakili Sofiya Kalturb ma'lum qildi. 2023 yil oktyabrdan 2025 yil dekabrgacha bo'lgan davrda G'azo sektorida Isroilning havo hujumlari va quruqlikdagi harbiy operatsiyalari natijasida 38 mingdan ortiq ayol va qiz bola halok bo'ldi. Bu raqam 22 mingdan ortiq ayol va 16 ming nafar qiz bolani o'z ichiga oladi. Bu esa o'rtacha hisobda har kuni kamida 47 nafar ayol va qiz bola o'ldirilgan.